Xodimi shunda mashinani shu kichkina bola boshqarib keldimi hozir? Center avtomobilni? boshqarib kelibdi og'am. Mumkin men shu avtotransport avariya bo'lib ketdi sizga. Tanks berdimi? Dadangiz? Mumkin. Qancha qilasiz? 6 chiqasiz, avtotransport boshqarasiz. Mumkin. Mashina kim bo'lasa bu? Ma'summi? So'za evakuator yordamida olib ketamiz. Qanday? Ata-oğlan balasiga elektrik. Hurmatli xodimi shunda mashinani shu kichkina bola boshqarib keldimi hozir? Center avtomobilni? boshqarib kelibdi og'am. Mumkin men shu avtotransport avariya bo'lib ketdi. Akasini azimatidami? Akasini no'meri bor. Kiritib bering. Yo'q, berma. Evakuator chaqiringlar. Yo'q, birinchi gapirasiz. Urgan necha nomeri? Nechun boshqaryapsiz? Kim berdi sizga? Tanks berdimi? Dadangiz? Mumkin emas ekanini bilasizku. Oyaga yetgandan keyin haydachilik guvohnomasini olgandan keyin boshqarishimiz kerak. Tegishtiribdi, ma'muriy bayonnoma tuziladi. Chaqir. Ha, gaplashib berasizmi? Mana. Sentra katta bolalarni mashinani kichkina bolalar boshqarib boshladimi shunda? Shundaymi? Gelaver. Katta bolalar mashinani kichkina bolalar haydab ko'rgan-ku, to'g'rimi? Bo'ldi endi katta bolalar haydab trenddan tushirdingda buni. Kichkina bolalar haydaydi endi. Qayerga yubordi sizni? Hozir keladi. Ha? Aytala hozir keladi. Ikkinchi qism bo'lgan ma'muriy bayonnoma tuzildi. Boshqarish bo'lgan shaxsga boshqarish topshirgani uchun. Topshirgani uchun? Topshirgani uchun. Men topshirdim. Sizning bolami? Havo. Kim berdi sizga? Bergan gördüğüm ya vermemiş. Siz bergan bo'lib hisoblanasiz. Balansda siz javob Bakın meyde degende. O ben ya kolumdan meyde demiş mi? Balakın. Balakın. Tiltini olib qo'ysangiz, bermasangiz haydiy olmaydi. Uyda 2-3 pultur olmuş. Shu bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzildi. Yaxshi, bergan demang, u bergan demang. Modda bo'yicha. Ha bo'ldi, mashina ne deganligi bo'yicha. Murojaat qilish huquqingiz bor. Boshqa qarang, mana bir ogohlantirsa bo'lmaymi? Podpis qo'yib bering. Podpis Otasini chaqirib ogohlantirib bo'lmaymi birinchi marta? Ha bo'ldi. Otasi keldi. Bo'ldi, atasi yanına o'tiring, balani mindiring. Ogohlantirib bo'lmaymi? Ya, ogohlantirib, qalay ogohlantiramiz? Yo'q, misol deyman-da, bir musulmon yaxshi.